Hozirgi videoda kamera tasviriga yozib olingan juda dahshatli hodisalar mavjud. Agar siz qo'rqinchli kinolarni ko'rishni yoqtirmasangiz, videoni ko'rishni tavsiya etmayman. Barchaga salom. Bugun biz sizlarga sizni uyqungizdan judo qiluvchi 5 ta jumboqli videoni taqdim etamiz. Hech qanday maxluqlar haqidagi film hayotda sodir bo'ladigan bunday holatchalik odamni dahshatga sola olmaydi. Biz bugun sizlar uchun bir qancha qisqa vaqtli videolarni to'pladik. Ekspertlar ulardan montaj izlarini topishmadi. Shu sabab sizga taqdim etilayotgan bu videolarni real deb qabul qiling. Bu videolar qo'rqinchli qo'ng'iroqlardan, la'natlangan instinktlardan va yoki shunga o'xshashlardan ham dahshatliroqdir va sizga uyqu bermasligi aniq. Demak, biz bugun sizga eng qo'rqinchli 6 ta videoni taqdim qilamiz. Shunday ekan, boshladik. Bolalar xonasi. Bu video internetda yaqinda paydo bo'ldi va YouTube foydalanuvchilari ichida eng ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Kamera tunda bolalar xonasida sodir bo'lgan voqeani tasvirga olgan. Videoni tomosha qilgan kishilarning taxminiga ko'ra, shayton tomonidan bola egallab olingan. Oldindan ortiqcha gaplarni gapirmay, yaxshisi videoni tomosha qilaylik. Bu videodagi eng qo'rqinchli voqea bolaning kravatda teng muvozanatda bo'lishi emas, aksincha, bolaning u yerdan qulashidir. Videoga yaxshilab qarasangiz, qandaydir noma'lum narsa bolani yana o'z joyiga tortadi. Shaytonning shakllari. Siz hozir uy egasining o'z uyida olgan video tasvirini ko'rasiz. Uyda qatorasiga bir necha kun g'alati narsalar yuz beradi. Oxir-oqibat yigit kamera oladi va biror faol harakatni videoga tushirishga umid bog'laydi. Bir necha daqiqa davomida biz videoda hech nimani ko'rmaymiz, lekin operator yerto'laga kirgan vaqtda haqiqatdan ham qo'rqinchli voqea yuz beradi. Poltergeist. Siz ko'radigan video hozirgi hodisani yuzaga keltirgan narsani nima ekanligini jiddiy o'ylashga majbur qiladi. Go'yoki oshxonadagi narsalar tirikday va bu yerda ular xaos, ya'ni tartibsizlik keltirib chiqarganday. Biz videoning muallifini va suratga olish holatini unchalik bilmaymiz, lekin muallifning aytishicha, u qandaydir g'alati tovushlarni eshitgach, oshxonada kamerani yoniq holatda qoldiradi. Shuningdek, video muallifi bu hodisa u ish doskasi bilan bir necha bor spiristik seanslarni o'tkazgandan so'ng sodir bo'ladi. Orada 40 daqiqa o'tgach, ko'rib turgan tartibsizlik ro'y beradi. Sunday the 19th of July.
Tungi bosinqirash. Etni junjituvchi bu tasvir tungi video yordamida olingan. Ayol tunda uxlagan paytda yotoqxonada g'alati narsalar sodir bo'layotganini sezgach, videokamerani karavotning tepasiga o'rnatadi. Qiz video tasvirni ko'rgach, nimani his qilganini tasavvur qilish qiyin, lekin bir narsa aniq, yaqin vaqtda unga xotirjam uyqu bo'lmagan. Ko'p yillik ish tajribasiga ega bo'lgan taksi xizmatlaridan foydalaning. Moskva va Sankt-Peterburgdan Qozog'iston chegarasiga zaezd-vyezd kirdi-chiqdi xizmati. Pasportini yo'qotib qo'ygan yoki tiklatmoqchi bo'lgan fuqarolar uchun Sankt-Peterburgdan Moskvadagi O'zbekiston elchixonasiga borib kelish xizmati. Sankt-Peterburg va Moskva shaharlaridan O'zbekistonning barcha viloyatlariga va Toshkentdan Moskva va Sankt-Peterburgga yengil mashina va avtobuslarda yo'lovchi va yuk tashish xizmatlaridan foydalaning. Batafsil ma'lumotlarni mana shu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin. Hech nima. Navbatdagi kadr 2016-yilda bir guruh do'stlar kompaniyasi tomonidan olingan. Hammasi do'stlardan birining har kuni uni ta'qib qilayotgan qandaydir ovoz haqida aytgan gaplaridan boshlanadi. Bu nimaning ovozi ekanligini aniqlash uchun ular kameralarni yoqib, xonaning hamma burchaklariga borib ko'rishadi. O'sha kun ularda bir umrga esdan chiqmaydigan taassurot qoldirgan. Turn off the lights. Turn off your light. Just be quiet. Okay. We're gonna get up. And we're gonna walk out. We're gonna get up and we're gonna walk out. Okay. Let's walk out. Let's get it. Okay. Just go. He's gonna ring the light. Shh. Be quiet. If he can't hear us, it's not gonna find us. Shoot! Just get out of the house! Just get back to the house! Shaytonning shaydosi. Bu dahshatli plyonka yangi ko'chib kelganlar tomonidan uy cherdagidan topilgan. Agar ekspertlarning gapi rost bo'lsa, bu video 1977-78 yillarda tasvirga olingan. Videoda siz shaytonning savdoyi bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Bunday dahshatli kadrlarda insonlar tasvirga olinganligi aniq ma'lum emas.
Bizda hozircha shu. Keyingi ma'lumotlarni kanalimizda ko'rib qoling. Agar ma'lumotlarimiz sizga ma'qul bo'lsa, har doimgidek like tepachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling. Ko'p yillik ish tajribasiga ega bo'lgan taksi xizmatlaridan foydalaning. Moskva va Sankt-Peterburgdan Qozog'iston chegarasiga zaezd-vyezd kirdi-chiqdi xizmati. Pasportini yo'qotib qo'ygan yoki tiklatmoqchi bo'lgan fuqarolar uchun Sankt-Peterburgdan Moskvadagi O'zbekiston elchixonasiga borib kelish xizmati. Sankt-Peterburg va Moskva shaharlaridan O'zbekistonning barcha viloyatlariga va Toshkentdan Moskva va Sankt-Peterburgga yengil mashina va avtobuslarda yo'lovchi va yuk tashish xizmatlaridan foydalaning. Batafsil ma'lumotlarni mana shu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin.